Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugun men sizlarga ommatan insonlarda ko'p uchrab turadigan, yo'qotilishi qiyin bo'lgan stomatitlar haqida gapirib bermoqchiman. Stomatitlar haqida gapirayotgan ekanmiz. Eng avvalambor bu kasallikni rivojlanishini sababidan keyin uning turlari qanaqa ekanligi va davolashi haqida aytib beramiz. Stomatitlar azaldan insonlarda uchrab turgan, tabobatda uning ikki xili mavjud. Biri ho'l, ikkinchisi quruq. Og'iz bo'shlig'idan chiqadigan stomatitlar tabobatda ikki xil. Ya'niki ho'l va quruqqa ajratilgan bo'ladi. Endi uni qanaqa tartibda o'zi kelib chiqadi, ya'ni rivojlanish mexanizmi haqida aytib beraman. Har bitta soatning ichida uni vaqtni ko'rsatib turadigan unsurlariga ta'sir qiladigan narsa mexanizm ekan. Stomatit viruslarini yoki umuman stomatit kasalligini rivojlanish mexanizmini eng avvalambor ko'rib, tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Eng avvalambor bu kasallikning rivojlanishi immun reaksiyasiga bog'liq hisoblanadi. Ya'niki e'tibor beramiz, tashqi muhitdagi ta'sirlovchilar yoki organizmning ichidagi ta'sirlovchilarga organizmning immun javobi sifatida yallig'lanish o'chog'i sifatida shilliq qavatlarning zararlanishi stomatit belgilari paydo bo'lishligi bilan tushuntiriladi. Ya'ni deylik, organizmga tashqi muhitdan yoki organizm ichida bo'lgan viruslar, bakteriyalar ta'sirida, ya'ni zamburug'lar ta'sirida organizm immuniteti javob berdi. Buni ta'sirida yallig'lanish jarayoni ketdi. Bu yallig'lanishi oqibatida yara sifatida stomatitlar namoyon bo'lib qoldi. Endi og'iz bo'shlig'imizdagi shikastlanishlar haqida gapirib o'tamiz. Eng avvalambor bu shikastlanishlar mexanik tarzda bo'lishi mumkin. Mexanik tarzda deganimiz qachondir qo'yilgan noto'g'ri protezlar yoki bo'lmasa og'iz bo'shlig'idagi qaysidir qismdagi o'tkir, qirrali narsalar mexanik ta'sirlovchi vazifasini bajaradi va shilliq qavatlarimizni doimiy tarzda ta'sirlaydi va buni natijasida stomatit kasalligi ko'zga ko'rinib qolishligi mumkin. Ikkinchi o'rinda bu ta'sirlovchi kimyoviy bo'lishligi mumkin, ya'niki iste'mol qilayotgan ovqatlarimiz yoki bo'lmasa biza bilib bilmay qo'yib og'iz bo'shlig'imizdagi kimyoviy holatning o'zgarishi ham stomatitni rivojlantiruvchi mexanizm sifatida ko'rsatilishligi mumkin. Undan tashqari termik vositalar, juda ham issiq, juda ham sovuq holatlari ham og'iz bo'shlig'imizdagi stomatitning rivojlanish mexanizmida katta o'rin tutadi. Va bu o'rinda yana bitta narsani biza qo'shib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qaysidir kasallik sifatida davolanish jarayonida ham iste'mol qiladigan dorilarimiz ta'sirida yoki qaysidir diuretiklar, ya'ni organizmdan ortiqcha suvni chiqarib yuborishiga sabab bo'ladigan dori vositalari so'lakning kamayishiga va so'lakning kamayishi natijasida og'iz bo'shlig'i shilliq qavati travmaga tez chalinib qoladi. Shuni ta'sir mexanizmida ham stomatitlar paydo bo'lib qolishligiga e'tibor berib o'tamiz. Ana endi bu mexanizmlarni bilib oldik. Keyingi navbat ularning etiologiyasi, ya'ni sabablariga qaratilishini ko'zda tutadi. Etiologiya bu, ya'ni o'sha kasallikni sababi sifatida ko'rsatiladi. Eng avvalambor bunda biza infeksiyalarni misol qilib keltiramiz. Infeksiyalar virusli, bakteriyali yoki zamburug'li bo'lishligi mumkin. Bularning uchalovligida ham organizm sababi hisobida ko'rsatiladi va stomatitlar shakllanib qolishligi mumkin. Insonlarda uchraydigan stomatitning 4 ta turi ommabop ko'p qo'llaniladi. Kataral, nekrotik, ya'ni yaralik tarzdagi stomatitlar, dorilar ta'sirida kelib chiqqan stomatitlar va aftoz sifatida ko'rinadigan stomatitlar. Bularning har bittasini umumiy o'ziga xos belgilari mavjud. Misol uchun, kataral stomatitlar qizarish va og'riq bilan namoyon bo'ladi. Aftoz stomatitlar og'iz bo'shlig'ida muntazam bir-biriga ulanib ketuvchi, ko'p tarqalgan yarali stomatitlar bilan namoyon bo'ladi. Nekrotik tarzdagisi, ya'ni yaralar ko'rinishda, katta yaralar ko'rinishda ko'rinib o'z belgisini namoyon qiladi. Sizlardan so'raydigan narsamiz og'iz bo'shlig'idagi profilaktika. Profilaktika sizlarni qiladigan eng muhim narsalar hisoblanadi. Chunki og'iz bo'shlig'ida sabab bo'ladigan vositalarni yo'qotish bu sizning vazifangiz. Ya'ni doimiy muntazam tarzda og'iz bo'shlig'ini toza saqlash, gigiyenaga e'tibor berish, to'g'ri yaxshi sifatli plombalar, tish protezlarini qo'ydirish bu sizning vazifangiz hisoblanadi. Sizga berayotgan ma'lumotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Va bu ko'p insonlar shu haqida xabardor bo'lishligiga sababchi bo'ladi. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada, izohlarda bemalol yozib ketishingiz mumkin, savollar yo'llashingiz mumkin.
va bu video qolganlariga ham manfaatli bo'lishligi uchun albatta buni boshqa do'stlarga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.